Assalomu alaykum. Kanalimiz a'zolari, xudo xohlasa keyingi zakazlarimiz tayyor bo'ldi. Bularimizni Andijon viloyati yo'liga olib kelib o'rnatib berdik. Ikkita eshik, ikkita rom, high-tech fasonda qilib berdik. Bularimiz razmeri 2 metrga 1.30 lik bo'lgan ikki qanotimiz. Xudo xohlasa ochilib yopilishlari, o'ynaklarini ham yaxshidan qo'yib berganman. Ochilib yopilishlari, zamonlari, xudo xohlasa. Kamizlarning egasini rayiga qarab qilib berdik. Bu yerda mana romimiz 2 qanot. Bunimiz ham kanizlari, oynaklari, tomchi oynak solib berganmiz. Gullik ko'rinmaydi. Bunimiz razmeri keladigan bo'lsa, bunimiz razmeri 1.70 ga, anaqasi 1.20. 2 qanot. Bu yerda bir qanotimiz ham 2 metrga 90 bo'lgan. Xudo xohlasa, bunimiz o'ngga, bunimiz chapga ochiladi. Ochilib yopilishlar. Xohlasa. To'rt qanotimiz ham xudo xohlasa tomchi oynak solib berganmiz. Kimga shuni xizmatlar kerak bo'lsa, nomerlarimiz 883 386 65 65 O'zbekiston bo'lib dastak qilib beramiz.